Bu lavozim pul va tovar qimmatliklarida ishlashni talab qiladi. Shuning uchun to'liq moddiy javobgarlik shartnomasini imzolaysiz. Tanishib chiqdim. Men bu shartnomani imzolamayman. Nimaga men moddiy to'liq javobgar bo'lishim kerak? Men rozi emasman bu shartnomaga. Imzolamayman. Bunda uzr, sizni ishga qabul qila olmaymiz. Bilasizmi, faoliyati pul va tovar qimmatliklari bilan muomala qilishga oid xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan tashkilotda ish beruvchi ishga kirmoqchi bo'lgan shaxsni ishga qabul qilishda rad etishi mumkin. Qachonki agar xodim talabgor bo'lgan ish o'rni, ya'ni lavozim to'liq moddiy javobgarlik to'g'risidagi shartnoma tuzishni talab qilsa, xodim esa bunday shartnoma tuzishga rozi bo'lmasa, ish beruvchi uni ishga qabul qilishni rad etishga haqli. Bu Mehnat kodeksining 343-moddasida keltirilgan. Pul yoki tovar qimmatliklari bilan bevosita muomala qilayotgan xodim to'liq moddiy javobgarlik to'g'risidagi shartnoma asosida o'ziga ishonib topshirilgan qimmatliklarning but saqlanishini ta'minlamaganligi uchun to'liq moddiy javobgar bo'ladi. Lekin pul yoki tovar qimmatliklari bilan muomala qilish o'z xizmat vazifasiga kirmaydigan xodim bilan tuzilgan to'liq moddiy javobgarlik to'g'risidagi shartnoma haqiqiy emas deb hisoblanadi.